هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Secde tefsiri 1. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, salatu vesselam ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diyektanlağa İbn Kesir Rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Secde suresi 1. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Sure Secde Mekke'de nazil bolgan 30 ayet. Bu surenin fazilet to'g'risida İmam Buxoriy Abu Hurayra radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhisalom juma kunlari fajr namozida sajda va inson suresini o'qiydi. Bu hadisni İmam Muslim rivoyat qilgan. İmam Ahmad Jabir radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhisalom sura sajda bilan sura mulkni o'qimog'icha uxlamaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Nihoyatda shafqatli va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Alif lam mim. Bu kitap, ya'ni Qur'onning alemlerinin Rabbi tarafından nazil kılınganlıkta hiç şek yok. Müşrikler Muhammed onu öz tokudu deydi. Hergiz undaq emas. Belki o senden ilgiri hiç kandak bir peygamber kelmegen bir kavmni hidayet tapsın deb ularni agahlandırışın üçün Rabbin tarafından kelgen hakikattir. Kur'an'ın şeksiz Allah'ın kitabı ekanligi to'g'risida. Üzüp o'qiladigan alif ba harflari haqida sura Baqaraning 5-da so'zlab o'tgan edik. Shunga bu yerda qayta takrorlamaymiz. Bu kitap, ya'ni Qur'onning olamlarning Rabbi tarafidan nozil qilinganligida shak yo'qdir. Yani bu kitapның Allah Teala tarafından nazil kılınganlıqda hiç şek şübhe yoktur. Andın Allah Teala müşriklardan xabar qilib mundaq deydi. Müşriklar Muhammed onu özü to'qidi deydi. Yani Muhammed onu özü oydurup to'qib chiqdi deydi. Hergiz undaq emas. Belki o senden ilgiri hiç kandak bir peygamber kelmegen bir kavmni hidayet tapsın deb, yani ularni haqiqatga ergashsin deb, ularni agahlandırışın üçün Rabbin tarafından kelgen haqiqatdir. Allah asmanlarni, ziminni ve ularning orasidagi narsalarni 6 kunda yaratdi. Ondan arsh ustida o'ziga loyiq ravishda qaror oldi. Sizlarga Allohdan boshqa hech qanday ega yo'q. Shafaat qilg'uchimi yo'q. Buni fikr qilib iymon etmamsizlar? Allah osmondan zimingacha bo'lgan maxluqotning ishlarini idora qilib turdi. Ondan u ishlar uzunligi sizlar sanayotgan 1000 yilda keladigan bir kunda Allohning dargohiga o'rlaydi. O Allah yoşurunni ve aşkarını bilgücüdür, galiptir, bendilerge nihayeti mehribandır. Allah Teala'nın kainatını yaratqıcı ve idare qilgıcı zat ekanligi to'g'risida. Allah bu ayette özünün şeylerinin yaratqıcısı ekanligidan xabar qiladi. Allah osmonlarni, ziminni ve ularning orasidagi narsalarni 6 kunda yaratdi. Ondan arsh ustida o'ziga loyiq ravishda qaror oldi. Bu to'g'riliq yuqorida so'zlab o'tgan edik.
Sizlarga Allohdan boshqa hech qanday egi yo'q, shafaat qilg'uchimi yo'q. Ya'ni Allah hamma qiyin ishlarning egisidir. Hamma narsani yaratquchidir. Hamma narsani idora qilg'uchidir. Hamma narsaga qodirdir. İnsanlarga Allohdan boshqa hech qanday egi yo'q. Allah izni bergan kishidan boshqa shafaat qilg'uchimi yo'q. Buni fikr qilib iymon etmamsizlar? Ey Allah Taoladan boshqaga cho'qing'uchilar. Allah Taoladan boshqa biriga tavakkul qilg'uchilar. Bu vaqtda o'ylanmamsizlar? Allah hamma narsadan olidir. Ulug'dir. Allah özünün o'xshishi, shiriki, yordamchisi, tengdishi yoki barovari bo'lishdan pokdir. Allah Taoladan boshqa hech ma'bud yo'qdir. Allah Taoladan bo'lak hech Rabbmi yo'qdir. Nima uchun bular haqida o'ylanib boqmaysizlar? Allah osmondan zamingacha bo'lgan maxluqotining ishlarini idora qilib turdi. Ondan o ishlar uzunluğu sizlar sanayotgan 1000 yilda keladigan bir kunda, ya'ni Allohning amri eng yuqori qavat osmondan 7-qat zaminning eng chetig'ichilik ijroq bo'lib turdi. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi. Allah 7 osmonni yaratdi. Zaminni mu osmonlarga o'xshash, ya'ni 7 qilib yaratdi. Allah'ın emri ulanın arasında cari bulup durdu. Emelle dünya asmanının, yani birinci qavat asmanının üstüdeki namı emelle yazıladigan deftergi örleydi. Asman bilen ziminin arlıqıdaki asman bilen Ziminning aralığındaki musafa 500 yıllık yoldur. Asmanning qilinliqimi 500 yıllık yoldur. Mücahid, Qatada ve Zahhak mundaq deydi. Asmandan tushishga 500 yıl, asmanga o'rlashga 500 yıl ketadi. Lekin farishtalar bu musafani ko'zni yumib ochquchi bosadi. O Allah yoshurunni ve aşkarını bilgichidir. Yani Allah bu işlerini idare qilg'uchidir. Bendilerinin qilmishlarini ko'rib turg'uchidir. Allah Taolaning dergahiga amallarning kattalarimi, arzimaslarimi, kichkimi, cho'ngimi o'rlaydi. Allah hamma narsadan kuchlik, yengilmas ve g'olibdir. Jimi bandalar ve insanlar Allah Taala itoat qiladi. Allah mu'min bandalarga shafqat qiluvchidir. Allah merhametlik sifati bilan g'olibdir. G'olib sifati bilan shafqatlikdir. Mana bu to'liq kamolatga yetganligidir. G'alaba merhamet bilan, merhamet g'alaba bilan birgidir. Allah acizligidan emas, balki kamoli merhametidan shafqat qiluvchidir. O hamma narsani chiroyli, ya'ni hikmatiga muvofiq joyida yaratdi. Dastlabda insonni, ya'ni insonlarning otasi Adem alayhissalomni loydan yaratdi. Ondan uning neslini arzimas suvning javhiri, ya'ni man'idin yaratdi. Ondan uni raurus yaratib, uningga o'ziga mansub ruhni kirgizdi, ya'ni jonni kirgizdi. Yana sizlar uchun quloqlarni, ko'zlarni va yuraklarni yaratdi. Sizlar oz shukr qilasizlar. Allah Taola'nın insanni bosqichma-bosqich yaratadiganligi to'g'risida. Allah Taolo bu oyatda barliq shaylarni chiroyli, puxta va mukammal yaratganligidan xabar berdi. Allah Taolo osmonlarni va zaminni yaratganligini tilga olgandan keyin
insonni yaratganligini tilga ilishga boshlab mundaq dedi. Dastlabda insonni, ya'ni insonlarning otasi Odam alayhissalomni loydan yaratdi. Ondan uning naslini arzimas suvning javhiri, ya'ni man'idan yaratdi. Ya'ni ularni erning umurtqisi bilan ayolning qovurg'isi orasidan chiqadigan man'idan nasl qoldiradigan qilib yaratdi. Ondan uni ravurs yaratib, ya'ni odamni tuproqdan yaratgan chaqda uni ravurs qomatli qilib yaratib, uningga o'ziga mansub ruhni kirgizdi. Ya'ni jon kirgizdi. Ya'ni sizlar uchun quloqlarni, ko'zlarni va yuraklarni yaratdi. Sizlar oz shukr qilasizlar. Ya'ni g'olib va buyuk Alloh sizlarga rizq qilib bergan bu narsalar uchun oz shukr qilasizlar. Baxtli kishi u narsalarni g'olib va buyuk Robbining taat ibodati uchun ishlatgan kishidir. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Ular yer ostida yo'qolgandan keyin, ya'ni go'rda to'piq aylanib ketgandan keyin rostla qayta yaratilamidiq deydi. Balki ular Rabbiga muloqot bo'lishni inkor qiluvchilardir. Aytqinki, sizlarning jininglarni ilishqa muakkal qilingan farishta sizlarning jininglarni oladi. Ondan Rabbinglarning dargohiga qaytarilasizlar. Qiyomatning yiroq sanog'uchilarga berilgan raddiya to'g'risida Allah Teala bu ayette müşriklarning qiyomatning qoyim bo'lganligini yiroq sanaganligidan xabar berdi. Chunki ular mundaq deydi: yer ostida yo'qolgandan keyin, ya'ni badanlarimiz tutilib, tuproqqa arilishib yo'q bo'lib ketgandan keyin rostli qayta yaratilamdiq. Ya'ni ana shu holatdan keyin biz asldagi hayat holatimizga yanamdiq. Ular buni yiroq sanaydi. Qayta yaratish ularning ojiz iqtidoriga nisbatan yiroqdir. Biroq ularni dastlabda yo'qlikdan bor qilgan zot Allah Teala'nın qudratiga nisbatan hech narsa emasdir. Allah biror shayni yaratishni iroda qilsa, uning vujudga kel deydi-da, u vujudga keladi. Shunga Allah Teala mundaq deydi: balki ular Rabbiga muloqot bo'lishni inkor qiluvchilardir. Aytqinki, sizlarning jininglarni ilishqa muakkal qilingan farishta sizlarning jininglarni oladi. Bu oyatdan shu ma'no ma'lum bo'ladi-ki, can alg'uchi farishta farishtalarning ichidan muayyan bir shaxsdir. Sura İbrahimning tafsirida bayon qilib o'tilgan Baroning hadisidanmi bu mazmunni ko'rib olg'ili bo'ladi. Qatada va bir qancha kishilar ba'zi asarlarda can alg'uchi farishta Azroil deb atalgan farishtadir deydi. Bu mashhur rivoyatdir. Azroilning yordamchilari bordir deb rivoyat qildi. Bu hadisda mundaq deb rivoyat qilingan: Azroilning yordamchilari jonni badanning har qaysi joylaridan tortib chiqaradi. Jon halqumga yetgan chaqda uni jon alg'uchi farishta oladi. Mujahid mundaq deydi: ziminni jon alg'uchi farishtaga bo'ysundirib, dasqa o'xshash qilib bergan bo'lib, Allah qachon xolisa jon alg'uchi farishta shu chaqda jonni oldi. Ondan Rabbinglarning dargohiga qaytarilasizlar. Ya'ni sizlarga mukofot va jazo berilishi uchun qiyomatda qabrlaringlardan turgan kunda Rabbinglarning dargohiga qaytarilasizlar. Agar sen gunohkorlarning
Rabbinin dergahida başlarını sangıltıp tuğanlıqını kördüğün bolsan, elbette qo'rqinchli qaltini ko'rgan bo'latding. Ular aytadi: Rabbimiz ishning haqiqatini ko'rdik, angladik. Bizni yaxshi amal qilish uchun dunyoga qaytargin. Biz endi haqiqatan sening va'dangning haq ekanligiga ishonguchilarmiz. Agar biz xohlasak, har bir kishiga albatta hidoyat beratdik. Lekin mening gunohkorlarni azob qilishdan iborat hukmim bekib ketdi. Men çoqum jinlar va insonlar, ya'ni ularning gunohkorlari hammasi bilan jahannamni to'ldiraman. Ahli do'zaxga aytiladi: Mush kundagi uchrashishinglarni unutib qolganliginglar uchun bu xo'rlig'ich azobni tetinglar. Biz haqiqatan sizlarni unutdik. Qilmishinglar tufaylidan mangulik azobni tetinglar. Müşriklarning qiyomat kundagi yomon holi to'g'risida Alloh taolo bu oyatda müşriklarning qiyomat kunidagi holidan va ularning nimalar deydiganligidan mundaq xabar berdi. Ular qiyomatni o'z ko'zlari bilan ko'rgan, Alloh taoloning oldida qilmishlaridan nomus qilib, xijolat va haqorat ichida xorlangan, boshlarini sangiltib turgan holda mundaq deydi: Rabbimiz ishning haqiqatini ko'rdik, angladik. Ya'ni biz endi so'zingni anglaymiz, buyruqingga itoat qilamiz. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Ular bizning dargohimizga kelgan kunda, ya'ni qiyomat kunida quloqlari toza anglaydigan, ko'zlari toza ko'radigan bo'ladi. Shundaqla ular davzaxga kirgan chaqda tövendiki so'zlari bilan özleriga özleri malamet qilishidi. Agar biz payg'ambarning so'zlarini anglagan yoki tushungan bo'lsak, ahli do'zax qatoridan bo'lmas edik. Ular yana mundaq deydi: Rabbimiz ishning haqiqatini ko'rdik, angladik. Bizni yaxshi amal qilish uchun dunyoga qaytargin. Biz endi haqiqatan sening va'dangning haq ekanligiga ishonguchilarmiz. Ya'ni qiyomatda va'dangning haq ekanligiga, sana muloqot bo'lishning haq ekanligiga ishondik va amaliyotda ko'rdik. Yuksak Rabb agar ularni dunyoga qaytarsa, ularning ilgari dunyoda Alloh taolaning oyatlarini inkor qildigan, Alloh taolaning payg'ambarlariga muxolifatchilik qilgan kofirlardan bo'lgandek cho'qim yana kofir bo'ladiganligini obdan biladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Agar ularni davzax ustida to'xtatilgan chaqda ko'rsang, dahshatli bir holini ko'ratding. Ular koshki dunyoga qaytarilsak edik, Rabbimizning oyatlarini inkor qilmaydik va mu'minlardan bo'latdik deydi. Rabbimiz ishning haqiqatini ko'rdik, angladik. Bizni yaxshi amal qilish uchun dunyoga qaytargin. Biz endi haqiqatan sening va'dangning haq ekanligiga ishonguchilarmiz. Alloh bu vaqtda mundaq deydi: Agar Rabbing xolis edi, albatta yer yuzidagi kishilarning hammasi iymon etadi. Lekin mening gunohkorlarni azob qilishdan iborat hukmim bekib ketdi. Men çoqum jinlar va insonlar, ya'ni ularning gunohkorlari hammasi bilan jahannamni to'ldiraman. Ya'ni bu ikki turli kishilarning turalg'i yurti davzaxdan iboratdir. Ular uningdan qochib qutula olmaydi. Ularga uningdan yo'tkilib ketishmi bo'lmaydi. Uningdan Alloh taolaga va Alloh taolaning kamoli so'ziga sig'inib panoh tilaymiz. La ilahe illalloh Muhammadur Rasululloh. Ahli do'zaxga aytiladi: Mush kundagi uchrashishinglarni unutib qolganliginglar uchun bu xo'rlig'ichi azobni tetinglar. Ya'ni ahli do'zax uchun taptana va malomat qilish yuzidan mundaq deyildi: Sizlarning uni inkor qilganliginglar uning yuz berishini uzoq
ya'ni imkonsiz deb qaraganliginglar va uni unutib, uningga xuddi unutib ketgan kishideklar muomala qilganliginglar tufaylidan azobni tetinglar. Biz haqiqatan sizlarni unutdik. Ya'ni kelgusida biz sizlarga unutib ketgan kishining muomalasini qilamiz. Lekin Allah hech narsani unutib qolmaydi. Allah Taoladan hech narsa maxfiy bo'lmaydi. Bu vaqtda Allah mundaq deydi: sizlarning mush kundagi muloqotni unutganliginglarga o'xshash bugun sizlarni unutamiz. Ya'ni sizlarni azobga tashlab qo'yib, unutib qolgandek muomala qilamiz. Qilmishinglar tufaylidan mangulik azobni tetinglar. Ya'ni Allah Taolaga kufrlik qilganliginglar, payg'ambarlarni inkor qilganliginglar sababidan mangulik azobni tetinglar. Allah Taala bu vaqtda yana mundaq deydi: ular cehennemde, cehennemning haroratini yenikiltirgan birer söğrünlikке ve teşnalıkni qandırdıgan birer içimlikке erişelmeydi. Ularning erişidigini fakat yuqur haroratlik qaynoq su ve yiringdilla ibaret boludu. Bu ularga berildigan muvafiq jazodir. Çünkü ular qilmishlaridan hisob ilinishdan qo'rqmaydi. Hamda bizning oyatlarimizni qattiq inkor qiladi. Her narsani to'liq xotirlab qo'yamiz. Ularga aytamizki, tetinglar, sizlarga faqat azobni ziyoda qilamiz. Elhamdülillah, yuqorida Secde suresi tefsirinden 14. ayetgacha anladinglar. Axirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.